Bemorimiz elto'r ildiz sohasidagi katta grija bilan murojaat qilib keldilar. Bemorimizda klinikasi juda kuchli og'riq, tizzadan pastki sohada sezish va harakat cheklangan. Oyoqlar sezish hissi yo'qolgan. Hozirgi paytda endoskopiya yordamida o'sha disk shurasini olish va kanal dekompressiyasi operatsiyasiga boshladik. Elto'r ildiz sohasidagi disk shurasini olyapmiz. Mana operatsiyamiz uzoq davom etmadi. Bir tezda o'tkazyapmiz. Mana bu bemorimizni qiynayotgan disk bo'ladi mana. Mana bu ikkinchi bo'lagi bo'ladi. Mana ikkiga bo'linib chiqdi. Bitta bemordan. Tak mana uchinchi bo'lagi chiqib keldi kanaldan disk shurasi. Tak mana operatsiyamiz tugadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana disk zonasi. Hozir tushamiz disk zonasiga ko'ramiz. Mana disk zonasi. Elastichniy, mustahkam. Disk shurasi olindi. Mana tepagacha. Hozir pastda ham ko'rsatamiz. Mana bemalol harakatlarni ko'rib turibmiz. Kanalda yaxshi dekompressiya qildik. Bularda chunki diffuzniy juda ham tarqalgan disk shurasi edi. Mana tepa pastdan ko'rishingiz mumkin. Даже ikkinchi tomonni ham ko'rish imkoniyatimiz bor. Mana bu yoq tomonda. Bu yog'im svobodniy turibdi, bo'sh. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu ikkinchi oyoq tomoni. Mana operatsiyamiz tugadi. Xudo xolasa yaxshi o'tdi. Agarda kimlardir shu aynan umurtqa quvonasi muammolari bezovta qilayotgan bo'lsa, disk shurasi bo'lsa, ya'ni yuqoridagi telefon raqamlariga murojaat qilishlari mumkin.